Guliston shahrida 3 kun davom etgan bir-biridan qiziqarli murosasiz bahslardan so'ng taekvondoning WT yo'nalishi bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasida mamlakat kubogi sohiblarining nomlari ma'lum bo'ldi. Kerugi bellashuvlari raqobatchi jamoalar safining kengayganligini ko'rsatdi. Bir qator vazn toifalarida g'olib va sovrindorlarning nomlari yangilandi. E'tiborga molik jihati shundaki, O'zbekiston kuboklari tarixida ilk bor sirdaryoliklar ham medallarga egalik qilishdi. Shuningdek, Jamshid Nasriddinov boshchiligidagi Sirdaryo terma jamoasi a'zolaridan Diyora Majidova 59 kg vazn toifasida oltin medalni qo'lga kiritdi. 55 kg da Bahora Nabijonova hamda 44 kg da O'g'lay Uzoqbolar O'zbekiston kubogining bronza medallariga sazovor bo'lishdi. Shunday qilib, umumjamoa hisobida Toshkent shahri jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, barchada yuqori taassurot qoldirgan buxorolik rangli belbog' sohiblari ikkinchi o'ringa munosib ekanliklarini isbotlay olishdi. Kuchli uchlikka Farg'ona viloyati vakillari yakun yasab berishdi. G'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlanishdi. Endi mahorat sohiblari Osiyo va jahon chempionatlariga hozirlik ko'rishadi.